bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tegandek oshno bo'lmas emish. Do'stlik va sadoqat. Bobur hayoti davomida ko'p xiyonatlarni ko'rgan bo'lsa-da, chin do'stlikni doim qadrlagan. Bel bog'labon o'rnidan tura olmas kishi, maqsad sori qadam ura olmas kishi, har ishaki qilmadi mardona kishi, maqsadiga hech qachon yeta olmas kishi. Aziz kitobxonlar, Marg'ilon shahar axborot kutubxonasidan Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan challenjimizni boshladik. Zahiriddin Muhammad Bobur qachon va qayerda tavallud topgan bilasizmi? 1483-yil 14-fevralda Andijon viloyatida tavallud topgan. To'g'ri. Bu kitoblar Marg'ilon axborot kutubxonasidan sizga sovg'a. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz qaysi sulolaga mansub bo'lganlar? Temuriylar sulolasi. Aka, sizga sovg'amiz bor aka. Salomat. Yaxshimisiz? Sizga savolimiz bor. To'g'ri javob bera olsangiz, sizga kitob sovg'a qilinadi. Xo'p, savolim shuki, Zahiriddin Muhammad Bobur qachon taxtga o'tirgan? 1526-yil 12